ota-onasi yo'q shaxs fuqaroligi boshqacha ahamiyat bermagan holatda, ya'ni o'sha mikrob orqali chiqib turuvchi barchasi kundalik daftarlarimizga ro'yxatlarimizga yig'ilib, anchagina sabr qilgan holda kun kechirsak, albatta o'z uyimiz namoz qur'on boshqasiga ixlos qilamiz va ana shu kunlarni muvaffaqiyatli bosib o'tsak, albatta bizani shu O'zbekistonimizda qurilgan yangi o'sha yangi O'zbekiston yoki yangi uy-joylar yoki boshqa yoki o'sha o'zimiz diplomlarimiz bo'yicha oladigan uy-joylarimizda va kelajaklarimizda o'sha ota-onamiz o'ylagandagi, shaxs fuqarolar o'ylagandagi shunaqa O'zbekiston bo'lib yashash hammamizga nasib qilsin deb bugungi darslarimizni tugatdik va bugungi ayrim buzuvchilar va ayrim ota-onasi yo'q shaxs fuqarolarga bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Oila quradigan yoki ko'payadigan shaxs fuqarolarga albatta mas'uliyatni his qilsang oila qurgin va mas'uliyatni his qilsang ko'paygin. Ya'ni mas'uliyat degani bir umrlik o'sha oilangga fidoyi bo'lib qolsang oila qurgin, ko'paygin degan ma'noni bildiradi. Bugungi darslarimiz ekan. Keyingi darsda keyingi bet darslariga yozishga harakat qilamiz.